Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Xo'p, bugun sizlarga bor yo'g'i 5 ta dona masala ketadigan mayonezli salat ko'rsatib beramiz. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlar: mayonez, kartoshka pay, tuxum, suvda qaynatilgan, marinovani bodri, indeyka kerak bo'ladi. Ishimizni indeykadan boshlaymiz. Indeykalarimizni somoncha shaklda to'g'rab olamiz. To'g'ralgan mahsulotlarimizni tog'orachaga sovuramiz. Bodrilarni ham xuddi shunaqa to'g'rab olamiz. Ingichka bo'lib ketish kerak emas. Qalin ham, ingichka ham bo'lish kerak emas. Somoncha shaklda bo'ladi. Tuxumlarimizni o'rtasidan bo'lib olamiz. Xo'p, sarig'ini ukrasheniyaga ishlatamiz. Tuxumlarimizni ham xuddi mana shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Osongina, tez tayyor bo'ladigan va kam mahsulotlar ishlatiladigan salat bu. Mana uchta masallig'imizni ham solib oldik idishlarimizga. Kartoshka payimizdan ham solamiz. Qoshiq yordamida birinchi o'zligini aralashtirib olamiz. Qoshiqda nomiga aralashtirib olamiz. Mayonez solamiz. Bunga tuz solinmaydi, chunki nega desanglar, indeykada keyin bodrinda o'zi tuz bor. O'shaning uchun tuz solmaymiz. Shuna qilib yaxshilab qorib olamiz. Mana salatimizni ham yaxshilab qorib oldik.